Antibiotik qo'shish uchun albatta qon analizi kerak bo'ladi. Qachondan boshlandi isitma? Bir ikki kundan beri o'tib ketib qoldi. Ha. Bitta dori bilan shu. Yo'talchi. Yo'tal. Yo'tal yo'qotib o'tmasmi? Oshqozoni yaxshigina buzilibdi-da buni. Oshqozon. Ha. Og'ziga ham rosa tili ham karash bosib ketibdi-da, u tangnagigacha qo'shilib. Ana shu narsa oshqozon hazm faoliyatini buzilish hisobiga. Tomog'i o'zi qizarib, mana shu oq narsa tomog'iga hozir aylanib toshib ketibdi. O'shancha isitma beryapti. Bitta qon topshirib qo'yamiz. Agar leykosit baland bo'lsa, antibiotik qo'shib bering. Bo'lmasa kerak emas. Chunki birinchi marta kirayotgan isitmaga antibiotik qo'shmaymiz. Qachonki leykosit baland bo'lmasa, agar organizmda umumiy tahlillarda leykositlar ko'tarilgan, bakterialniy etiologiya chiqadigan bo'lsa, misol bolangizga isitma chiqmasa ham antibiotik qo'shish mumkin. Lekin isitma chiqmagan holatlar yoki endi birinchi marta chiqqan isitmaga leykositlar, qon tarkibida leykositlar ko'tarilgan holatlarga biz antibiotik qo'shmaymiz. Chunki bakteriya yo'q degan. Bu virus infeksiyalar, zamburug'li infeksiyalar hisobiga ham isitma chiqishi mumkin-da bolada. Antibiotik qo'shish uchun albatta qon analizi kerak bo'ladi.